Said Ahmad Jimjitlik romani 5-bo'lim. Nurmat tog'a kolxozda kassirlik paytida ko'p ziyofatlarni ko'rgan, noz-ne'matlarga to'la dasturxon bezab, qancha mehmonlarni kutgan. Ammo Rasulbekdaqa dasturxon bezaydigan mezbonni ko'rmagan edi. Kakliklar hozir cho'qqiga chiqib ketgan, na tuzoqqa ilinadi, na o'q bilan urib bo'ladi. Xonadonlardagi o'rgangan kakliklardan 5-6tasini sotib olib, do'lma qildi. Tog' rayhoni-yu jambillarni qiymaga qorib, kaklikning qorniga joylab, ip bilan tikib chiqdi. 2 kun ichida tuzoqqa ilingan bedanalarni Nurmat tog'aga patini yuldirib, ziralab qozonga bostirib qo'ydi. Erinmay po'stumba tishladi. Yarim paqir olchaning danagini ajratib, xolodilnikka qo'ydi. Ertalab so'yilgan qo'chqorning kalla pochchasi-yu ichaklarini mashinada uyga jo'natdi. Shofyordan hasip bilan kalla go'shti soat 5ga tayyor bo'lsin deb qayta tayinladi bek. Kun tog' orqasiga o'tishi bilan stolga dasturxon yozib, meva-chevalarni qo'ya boshladi. Hali u stolni yasatib ulgurmagan ham ediki, cho'pon yigit Moskvichda 4 xalta to'la baliq olib keldi. Baliqlarni uning o'ziga tozalashni topshirib, bedana bostirgan qozonni gazga qo'ydi. Sal durustroq kiyinib oling, stovosmoylarga o'xshab yurmang, mehmonlar oldida, dedi. Nurmat tog'a qaddini rostlab o'rnidan turdi. Xotirjam bo'l, bek, mehmonlaringni oldiga bormayman. Tavba, bu odamga bitta gap kam, 2ta gap ko'p. Jinnimi o'zi? Odamovi, bu yaramas chol. Shiypon oldidagi yalanglikda 2ta Volga oldinma-ketin kelib to'xtadi. Undan birinchi bo'lib yoshi 60larga yaqinlashib qolgan oppoq yuzli, bag'baqasi, galstugining tuguni ustidan toshib chiqqan salobatli bir kishi tushdi. Obbo seney, dedi mehmon, zo'r bo'lasan-da. Shogirdingizman-da, Hoji aka. Rasulbek yaltoqlanib yo'l boshladi. Hoji aka bilan oblast va rayon sельхозtexnika birlashmasi boshliqlari, raypol mudiri ham kelgan. U mehmonlarning qo'llariga suv quyib, sochiq tutdi. Keyin stol ustidagi do'kani ochib, o'tirishga taklif qildi. Hoji aka yasatilgan dasturxonga qarab, hayron bo'lib qoldi. Mehmonlar o'tirishgach, Rasulbek bug'i chiqib turgan kaklik do'lmani o'rtaga qo'ydi. Bitta iltimos, dedi u ayyorona ko'z qisib. Hammasini yeb qo'ymanglar, hali bundan-da zo'rlari bor. O'rtaga kabob keldi, po'stumba keldi, oxiri bedana tabaga tortildi. Ugra kesishda dunyoning biron mamlakatida Shahrisabz bilan kitob pazandalariga teng keladigani bo'lmaydi. Ular kesgan ugrani g'altak ip yoniga qo'ysangiz, qaysi biri ip, qaysi biri ugra bilib bo'lmaydi. Mana shu Rasulbek ana shunaqa usta pazandalardan biri edi. Savxozga chet el delegatlari kelganda, ugri ichib turib, bu mashinada qirqilganmi deb so'rashgandi. Qo'lda kesilganini aytishganda, birontasi ishonmagan. O'shanda Mirvalining buyrug'i bilan Rasulbek bir suvala xamir qorib, mehmonlar oldida ugra kesgan. Keyin ugradan bittasini olib, ignaning teshigidan o'tkazgan edi. Hoji aka har gal taomni og'ziga solganda, Rasulbek sha'niga hamdu sanolar o'qirdi. Bu hunarni qaydan o'rgangansan, palakat? Juda zo'r ekansan-ku. Hali shoshmang, Hoji aka. Tog' jilg'asidan tutilgan oy baliqni yeganmisiz? Yemagansiz. Ana endi yeysiz. Charviga o'rab dimlangan jigar yeganmisiz? Yemagansiz. Hali hasip bor, kalla go'shti bor. Hoji aka yoyilib kuldi. Bo'ktirib o'ldirmoqchimisan? Nafasim tiqilib qoldi. Endi jindek dam ber, u yoq bu yoqqa yurib, ovqatni hazm qilaylik. Ma'qul. Hazmi taom uchun ham tadbir belgilab qo'yganman. O'zlari polisga borib, tuzoqqa tushgan bedanalarni terib oladilar. Buning gashti boshqacha bo'ladi.
Nima deysiz, ma'qulmi? Hoji aka yog'li qo'llarini sochiqqa artib, o'rnidan turdi. U ichmas edi. Shuning uchun ham hamrohlari noqulay bo'lmasin deb shishalarga qo'l urmay, odob saqlab o'tirishgan edi. O'rnlaridan qo'zg'alishmadi. Hoji aka nari ketishi bilan shishalarga qo'l uzatishdi. Atrof jimjit, kechki shabboda g'ir-g'ir esadi. Tog'ning soya tarafi to'q yashil tusga kirgan, cho'qqilarning uchi xuddi qilich damidek chaqnab turibdi. Shundoq pastlikda, xuddi oyog'ing tagiga uzala tushgandek, katta qishloq yastanib yotibdi. Qishloq o'rtasidan kesib o'tgan soyning shovullashi eshitilmas, faqat daraxtzorlar, xarsanglar orasidan buralib o'tishi ajib bir manzara hosil qilar edi. Rasulbek hoji akani shiypon orqasiga, Nurmat tog'aning chaylasiga boshlarkan, "Hu, o'sha qovun polisida tuzoqqa ilingan bedanalar sizga intizor bo'lib yotishibdi", dedi. Bo'ldi, u yog'ini o'zim topib olaman. Sen ishingni qilaver. Rasulbek itoatkorona qo'l qovushtirib orqasiga qaytdi. Hoji aka so'qmoqdan bitta bosib, olis tomon yura boshladi. Chaylada ikki tizzasini quchoqlab, Nurmat tog'a uzoqlarga tikilgancha qimirlamay o'tirardi. Hoji aka chayla oldidan o'tarkan, "Omonmisiz, boboy", deb qo'ydi-yu, Baykal tomon ketaverdi. Boyadan beri qimirlamay o'tirgan Nurmat tog'a favqulodda bir hayajon bilan seskandi. Tanish ovoz uni sergaklantirdi. Baykal tomon ketayotgan kishining orqasidan tikilib qoldi. O'shaning o'zi, Hojimurod bu. Nurmat tog'a nima qilishini bilmay, beixtiyor o'rnidan turdi. Bu payt hoji jo'yaklardagi loy tuzoqlarga ilingan bedanalardan bir-ikkitasini olib, qo'yniga solib ulgurgan, ajib bir chaqqonlik bilan jo'yakdan jo'yakka sakrab, tuzoqqa engashardi. Nurmat tog'a undan ko'z uzmay turib qoldi. Nihoyat hojining shodon ovozi eshitildi. "Boboy, bitta xalta keltiring, qo'ynim bedanaga to'lib ketdi. Qitirlab g'ashimni keltiryapti." Nurmat tog'a hushyor tortdi. Chayla ustuniga ilib qo'yilgan qo'shog'iz miltiqni qo'lga oldi. Tizzasida bukib o'qladi. Keyin hoji engashib bedana olayotgan Baykalga keldi. "Xalta keltirdingizmi?" dedi hoji unga qaramay. "Ha", dedi tog'a. Hoji unga o'girilib qaradi-yu, hang-mang bo'lib qoldi. Cholning qo'lidagi miltiqning uchi unga to'g'rilangan, ikki ko'zida o'q chaqnardi. Hoji esankirab, hozirgina tuzoqdan olgan bedanani qo'yib yubordi. Bedananing bittasi Nurmat tog'aning oldidan birillab uchib ketdi. Hojimurod qalt-qalt titrar, qo'ynidagi bedanalar fitirlardi. "Men seni qidirmadim", dedi bosiq, bo'g'iq ovoz bilan Nurmat tog'a. "Jazoingni Xudo bersin degandim." "Yo'q, sen Xudoga ham chap berding. Ajal tortib, o'z oyog'ing bilan oldimga kelding. Iymon keltir, hozir o'lasan. Al-qasos ul minal haq, deydilar." Hojimurodning tili kalimaga kelmasdi. Nima deyishini, nima qilishini bilmasdi. Qarshisida miltiq o'qtalib turgan odamga aytgulik biron gapi yo'q edi. Hech qanday uzr, hech qanday iltijo uni shu topda o'limdan olib qolmasdi. Hojimurod shuncha yil yashab, shuncha chig'iriqlardan butun chiqib, bunaqa tang ahvolga tushmagan edi. Biron kun kelib, unga ro'paro bo'laman deb xayoliga ham keltirmagandi. Kolxoz og'izga tushgan xo'jaliklar, Hojimurod esa pichog'i keskir raislar qatorida yurardi. U raykom sektori bilan prokurordan boshqa rahbarni rahbar qatorida ko'rmasdi. Boshqalarni idora oldidagi hujrada non, choy bilan kutib yuborardi. Hojimurod juda tadbirkor, har ish qo'lidan keladigan kishi edi. Buxgalteriyadami, ombordami biron chatoqlik bo'lib qolsa, birpasda to'g'rilardi. Keladigan revizorlar aktni Hojimurod aytgandek qilib yozishardi.
Ayniqsa, go'sht topshirish paytida ishi rosa yurishardi. U kassadan 10-15 ming so'm olib, ferma mudiri bilan bozorga borib, mol xarid qilardi. Mollar mashinaga bozordan ortilgancha to'ppa-to'g'ri tayyorlov kontorasiga jo'natilardi. Hujjatlar esa 5 oy oldin sotib olingan boqishga muncha yem xashak ketdi deb rasmiylashtirilardi. Bu orada molni ko'rmagan molboqarga ham 5 oylik maosh yozilardi. Nurmat tog'a kassir bo'lgani uchun bu ishlarning barchasidan xabardor edi. Mana, qancha vaqt o'tib, ikkovi yana yuzma-yuz kelib turishibdi. Hojimurod chiqmagan jondan umid degandek cholni insofga keltirmoqchi bo'ldi. Bola-chaqamni uvoliga qolasiz, dedi u titrab-qaqshab. Meni bola-chaqamning uvoli nega seni tutmadi? Yo'q, seni mazza qilib, rohat qilib o'ldiraman. Qani yechin, yech ko'ylaklaringni bo'l. Yechinmasang hozir tepkini bosaman. Hojimurod shoshib ko'ylagini yecha boshladi. Etaklari tagidan bir gala bedani parillab uchib chiqdi-da, poliz etagiga borib tushdi. Yech, shimni ham yech, yech deyapman. Hojimurod bir so'z demay shimini ham yechdi. Nurmat tog'a qo'ynidan gugurt olib unga irg'itdi. Yoqib yubor. U nima deganingiz? Axir yalang'och qayga boraman? Tog'a yana miltiq uchini unga to'g'riladi. Qimirlama. Endi senga kiyim boshingning keragi yo'q. O'zlari kafanlab ko'mib qo'yishadi. Hoji shartta o'zini yerga otdi. Emaklab u tomon kela boshladi. Meni kechiring, gunohlarimni oqlayman. O'sha 30 ming so'mni to'layman. 50 ming qilib to'layman. Pulni-ku to'laysan, senga pul cho't emas. Qurbonlar umrini nima bilan to'laysan? Azob, uqubatda yo'qolgan, navqiron umrimni nima bilan to'laysan? Sarson, sargardon bo'lib, o'lib ketgan xotinimning umrini nima bilan to'laysan? Yo'q bo'lib, to'zib, patarat topib ketgan oilamga qancha haq to'laysan? Kiyimlarni yoq, bo'lmasa tepkini bosaman. Hojimurod cho'kkalab o'tirib, kiyimlarini bir joyga to'pladi. Qo'llari qaltirab gugurt chaqdi. Uni kiyimlariga oborishdan oldin rahmi kelarmikan deb Nurmat tog'aga zorli qaradi. Tog'a miltiq uchi bilan kiyimlarini ko'rsatdi. Shundan keyin Hojimurod yonib turgan gugurt cho'pini kiyimlariga tutdi. Gugurt chaqilgan kiyim-bosh ancha vaqtgacha tutab turgan edi. Shabboda esishi bilan lop etib gurillab yonib ketdi. Hoji xuddi tashlagan po'stiga tikilgan beshik tebratardek yonayotgan kiyimlariga ma'yus qarab turardi. Shiypon tomonda mast yigitlarning poyma-poy qo'shiqlari eshitiladi. Shu topda Nurmat tog'aning ichida o't yonardi. Bu o't asta o'rmalab, uning butun vujudini qamrab oldi. U nima qilayotganini, nimalar deyayotganini bilmasdi. Qarshisida turgan shu yalang'och odamdan dahshatli o'ch olish istagi hukmronlik qilardi. Hojimurod esa u bilan uchrashuv, qachondir ro'paro kelib qolish to'g'risida sira o'ylamagandi. Uni mutlaqo unutib yuborgandi. To'g'ri, ba'zida Nurmatni emas, xotinini eslab qo'yardi. Har gal esiga kelganda etlari chimirlab, ko'zlari qorong'ilashib ketardi. 5 yil bo'ldi, xotini ham ko'rinmay qoldi. Ilgarilari u shaharda paydo bo'lib qolar, sochlari to'zg'igan, bir qarashdayoq telbaligi bilinib turadigan bu ayol har kuni ertalab Hojimurod ishga ketadigan paytda eshigi oldida kutib turardi. U ko'rinishi bilan qo'lini qiblaga cho'zib, uzoq duoibat qilardi. Xudoyo xudovandi, shu odam xonavayron bo'lsin. Shu eshikdan lopillab tobutlar chiqsin. Ey Xudo, borliging rost bo'lsa, shu odamni baxtiqaro qil. Umri xorlikda, zo'rlikda o'tsin. Amin. Hojimurod bu telbalikdan tezroq qutulish uchun shoshib o'zini mashinaga urar, shofyor ham motori gurillab turgan mashinani o'qdek o'chirib olib ketardi. Xotin mashina orqasidan tosh otib qolardi.
Yana o'sha etni jimirlatadigan qarg'ish. Xudoyo xudovandi, shu odam xonavayron bo'lsin. Shu topda Hojimurodning ko'ziga sochlari to'zg'igan telba xotinining alam to'la ko'zlari ko'rinib ketdi. Xotin 4-5 kun uni qarg'ab yo'q bo'lib ketardi. Oradan 2-3 oy o'tib yana paydo bo'lardi-da, xumordan chiqquncha qarg'ab ketib qolardi. 5 yildan oshdi, u kelmay qo'ydi. Hojimurod asta-sekin uni ham unutib yubordi. Ammo ba'zida esiga tushib qolar, ko'ngli allanechuk bo'lib, uyqusi qochardi. Shunday kezlarda qoq yarim kechasi ko'rpani yelkaga tortib, bosib chekardi. Oftob o'chayotgan mahal ikki odam bir-biriga baqamti kelib, churq etmay turardi. Birining ichi to'la alam, dard, biri esa butun bir xonadonni vayron qilgan, endi qasos onlari kelganda taqdirga chap berib bo'lmasligiga aqli yetib, bu dunyodan umidini uzib, lolu hayron turardi. Nurmat tog'a miltiq uchi bilan yur deb ishora qildi. Hojimurod qimirlamadi. Yur, qayoqqa? Nurmat tog'a javob o'rniga miltiq uchini uning boshiga to'g'riladi. Hojimurod sehrlangandek ixtiyorsiz orqasiga tisarildi. Pastga qarab yur, deb buyurdi Nurmat tog'a. Nurmat tog'a endi bu odam ustidan mutlaqo hokim edi. Endi bu odam uning qo'lida. Yot desa yotadi, tur desa turadi. Hojimurodning bu nochor holati unga rohat bag'ishlardi. Har bir qaltirash uning ko'nglidagi alamlarni tomchima-tomchi chiqazib yuborayotganga o'xshardi. Ular shu alposda dam tez, dam sekin yurib, pastlikka tushishdi. Hojimurod yalang oyoq toshlardan yurolmay qiynalar, goh oyoq uchida, goh tovoni bilan yurib holdan toygan edi. Menga qarang, dedi Hojimurod. Bo'ldi-da endi, mendan nima istaysiz? Mayli, pul kerak bo'lsa pul oling, mol-mulk kerak bo'lsa mayli oling. Endi bas, qo'yib yuboring. Nurmat tog'a indamadi. Yur deb ishora qildi. Hojimurod toshlardan sakrab yana yurdi. Ular ana shu alposda yurib, tubsiz jarlik yoqasiga kelishdi. Hojimurod endi hayotdan umidini uzgandi. Hozir bu yaramas jar yoqasida peshonamdan otadi. Jarga qulayman, o'ligim bo'rilarga yem bo'ladi deb o'yladi. Shart burildi-yu, o'zini Nurmat tog'aning oyog'i ostiga tashladi. Yolvoraman, sabiylarimga rahm qiling, umrim bo'yi qulingiz bo'lay. Uning bu yolvorishlari Nurmat tog'aga zarracha ta'sir qilmasdi. U 15 yil sargardonlikda xor-zor bo'lib diydasi qotib ketgandi. Uning ustiga xor-zorligiga xotinining telba bo'lib o'lib ketishiga sababchi shu edi. Nurmat undan shafqat tilaganda yuzini o'girgan edi. Dunyodagi pastkashlarning eng pastkashi shu topda yalang'och aftodahol bir alposda qarshisida turardi. Oftob o'chdi. Tog' o'ng'irlari birdam sukunatga cho'mdi. Chigirtkalar ham chirillamas, giyohlar ham shitirlamas. Ko'ngilni ezuvchi, ko'krakdan bosuvchi bir qorong'ulik hokim edi. Odamlar aytgan zavol payti shumikin? Jo'na endi, deb buyurdi Nurmat tog'a. Hojimurod orqasiga shoshib burilgan edi. Nurmat tog'a jerkib berdi. Orqaga endi yo'l yo'q, jarlikka tushasan. O'sha tarafdan qayoqqa yo'l bo'lsa ketaverasan. Jarlik vahimali edi. Hojimurod ikkilanib turmadi. Nima bo'lsa ham uning qo'lidan qutulish uchun jar tomonga tusha boshladi. Orqaga qaytmaysan. Shu yerda tong otguncha o'tiraman. Qaytding otaman. Hojimurod o'limdan qochgandek o'zini o'ngirga urdi. Oyoqlarining qonab ketishiga qaramay, chag'ir toshlarni bosib, xarsanglar orqasiga o'tib ketdi. Hozir Nurmat tog'a turgan yo'ldan boshqa orqaga qaytadigan yolg'iz oyoq yo'l yo'q edi. Nurmat tog'a o'jar, qaysar, jahldor odam edi. Umuman, tog'liklarning o'z o'jar qonunlari bo'ladi.
xarsang toshlardan uy tiklaydilar. Har bahor sellar uylarini buzib, vayron qilib ketadi. Lekin tabiat qancha o'jar bo'lmasin, ular qaysarlik bilan yana kulba tiklaydilar. Bu yerdagi erkinlik, kenglik ko'ngillarga qanchalik ezgulik solmasin, baribir ular o'jarlik odatlarini tashlay olmaydilar. Butun umrlari toshlar, sellar bilan olishib o'tadi. Nainki odamlar, hatto giyohlar, daraxtlar ham qaysarlik bilan tabiatga o'chakishib yashaydilar. Sellar daraxtlarni ildizi bilan qo'porib, o'ngirlarga uloqtiradi. Lekin bu qaysar daraxtlar ildizlari suvga tegishi bilan sellarga o'chakishib, yana yaproq yozaveradilar. Toza havo, toshdan toshga urilib pishib tushadigan suv, g'ubor qo'nmagan giyohlar, baland cho'qqilarga o'rmalab ketgan yolg'iz oyoq yo'llar ko'ngilga allaqanday ezgu tuyg'ular solgan. Ular do'stlikni muqaddas tutadilar. Do'st uchun, yaxshilik uchun jonlarini ham ayamaydilar. Ammo xiyonat o'rtaga tushsa, jonining allaqayerida yashirinib yotgan vahshiy kuch qalqib yuzaga chiqadi. Uni hech qanday to'siq qaytara olmaydi. Bu tog'liklar udumi. Nurmat tog'a ham ana shunday vahshiy kuch ixtiyorida edi. U o'jarlik qilib, allamahalgacha yo'l poylab o'tirdi. Oy ko'tarildi. Chigirtkalar tinimsiz chirillardi. Qaydadir bo'ri ulidi. Osmoni falakdan qizil chirog'i bir o'chib, bir yonib, samolyot unsiz uchib ketdi. O'zi yo'q bo'lib ketgandan keyin ovozi gurillab, tog'u toshni larzaga soldi. Nurmat tog'a orqaga qaytarkan, shu ishim to'g'ri bo'ldimi deb o'ziga o'zi savol bermadi. U o'tgan umri, bolalari, xotini oldidagi qarzdan biroz bo'lsa ham uzilgandek o'zini yengil sezdi. Kallasiga hech narsa kelmadi, hech narsani o'ylamadi ham. Hojimurod orqasiga qaramasdi. Qarasa, Nurmat otib tashlaydigandek edi. Har minut, har sekund o'q uzilishini kutardi. Hozir baranglab o'q otiladi-yu, Hojimurodning umriga yakun yasaydi. Tog'u toshlarda jasadi bo'rilarga, shoqollarga yem bo'ladi. U tug'ilib, esini tanigandan buyon qanday yashadi, nimalar qildi, odamdek yashadimi, biron darmandga darmon bo'ldimi, yiqilganni ko'tarib qo'ydimi, yig'lagan yetimning ko'z yoshini artdimi, biron muhtojning mushkulini oson qildimi? Xayolidan o'tgan bu savollarga javob topolmadi. O'zini yupatish uchun xayrli ishlarini eslamoqchi bo'ldi. Mahalla masjidiga yangi tobut yasatib berdi. Mahalla ahli uning bu ishini askiyaga oldi. Biron odam qazo qilsa, Hojimurodning tobutini olib chiqinglar deb unga eshittirib piching qiladigan bo'lishdi. Yiqilib beli singan opasi bir yil gipslanib, kasalxonada shiftga termilib yotdi. Har gal eshik ochilganda ukam kelyapti deb umidvor bo'ldi. Ana shu nogiron opasi olamdan o'tganda tobut oldiga tushib, voy opamlab ko'z yoshini daryo qilib oqizdi. 3 yil bo'ldi. Ne mehribonchiliklar qilgan opasining qabri g'arib bo'lib, qovjiragan o'tlarga ko'milib yotibdi. Hojimurod o'ylab bironta qilgan xayrli ishini topolmadi. Ko'z oldiga odamlarga qilgan jabri, nohaqligi kelaverdi. Nogahon o'lim kutayotgan odamning xayoliga nimalar kelmaydi. Hozir o'q uziladi. Shu bilan tamom. Uyi, bolalari, orttirgan davlati ko'z oldiga keldi. Nahotki shularning hammasidan bir daqiqada mahrum bo'lsa? Orqa tomonda nimadir shitirladi. Tosh dumalab qarsilladi. Bu tovush unga xuddi kimdir miltiq o'qlayotgandek tuyuldi. Nurmat miltiqni endi o'qladi deb o'yladi Hojimurod. Nurmat kim u? Hojimurod unga nima yomonlik qilgan? U o'ziga o'zi beixtiyor shu savolni berdi-yu, seskandi.
Javob izlashga yuragi betlamadi. Agar javob izlasa, o'zidan o'zi nafratlanib ketadi. U o'zini o'zi yovuz deb atashga jur'at qilolmasdi. Nachora, bir daqiqadan keyin olamdan o'tadi. Hech bo'lmasa, o'limi oldidan qilgan gunohlari uchun tavba qilishi kerak-ku. U Nurmat tog'aning boshiga kulfatlar soldi. 30,000 so'mga tushirdi. Qamatdi. Bu joyi musodara bo'ldi. Qo'lidagi bolasi bilan xotini uydan haydab chiqarildi. Alamda o'rtanib, xotini telba bo'lib qoldi. Nurmatning o'zi umrini qamoqlarda sarson-sargardonlikda o'tkazdi. Endi umri tog'u toshlarda devonavor o'tmoqda. Shularning bariga Hojimurod sababchi. Pulga o'chligi, haromdan hazar qilmasligi, mol-dunyo pul oldida har qanday muqaddas narsani oyoqosti qilishdan toymasligi sabab bo'ldi. Bu xato emasdi, pastkashlik ham emasdi. Bu vahshiylik, jirkanchlik edi. Atrofni qorong'ulik bosdi. Shu topda Hojimurodning ko'ngli ham, tog'u toshlar ham, toshlar orasidan qaynab chiqqan ajdatar misol ildizlar ham qop-qora edi. Hojimurod toyib yiqildi. Osmon yo'lini to'sgan tog'lar tepasidagi oyning doka orqasiga chiroq yoqqandek ojiz shu'lasi tarilib kelardi. Hojimurod Nurmat meni hozir otadi, hozir otib tashlaydi degan xavotirda anchagina yo'l yurib qo'yganini sezmagandi. Nurmat tog'aning qorasi ko'rinmasdi. Demak, Nurmat uni ta'qib qilmagan, o'sha joyda qolgan. Hojimurod o'lim xavfi chekinganini sezdi-yu, birdan bo'shashib, oyoq-qo'lidan darmon ketdi. Yerga tiralib, harchand o'rnidan turmoqchi bo'ladi, kuchi yetmaydi. Shu yiqilganicha chalqancha yotib osmonga qaradi. Ko'zlari xira tortganidan yulduzlar bir-biriga chaplashib ketgandek bo'lardi. Atrof vahimali edi. Qaydadir soy guvullaydi. Tepadan dumalagan tosh guvillab pastliklarga shag'al surib tushadi. Yaqindagina yovvoyi mushukning etni jimirlashtiradigan juda xunuk miyovlashi eshitildi. Hali u tomonda, hali bu tomonda uning ko'kimtir ko'zlari yonib o'chadi. Odam oyog'i tegmagan faqat maxluqlar makonida paydo bo'lgan Hojimurod ularni bezovta qilganga o'xshardi. Ayniqsa, gala-gala mushuklarning bag'illab miyovlashi, papiros cho'g'idek o'chib yonayotgan ko'zlari Hojimurodning etini muzlatib yuborardi. Nima bo'lsa ham, bu Xudo qarg'agan joydan ketishi kerak. Ammo qayoqqa? Atrof tog', qoyalar. Najot yo'li qaysi tomonda? U tubsiz o'ng'ir og'zida qaltirab, qay tarafga borishni bilmay hayron turardi. Bu xil turishdan foyda yo'qligini bilib, boshi oqqan tarafga qarab ketmoqchi bo'ldi. Qovjirab qolgan buta shoxini kuch bilan sindirib, unga tayangancha yuqoriga ko'tarila boshladi. Uzoqdan shu'la ko'rindi. Gulxandan qolgan cho'g'lar bo'lsa kerak deb o'yladi. Endi u yo'lni o'sha tarafga qarab oldi. Shu'la uzoq emasdi. Kimdir yaqindagina gulxan yoqib, o'chirmay tashlab ketganga o'xshaydi. Katta xarsang tagida bir bo'yra eni joyda cho'g'lari hali ham miltirab turardi. Hojimurod engashib cho'qqa tikildi. U cho'qqa o'xshamasdi. Qo'lidagi tayoq bilan cho'g'ni tutib ko'rdi. Ajab, tayoq tegishi bilanoq cho'g'larning hammasi so'ndi. Hojimurod gulxan deb o'ylagan joy yaltiroq qurtning uyasi edi. U mutlaqo holdan toydi. Yurishga madori qolmay, yassi tova toshga uzala tushib yotib oldi. Peshonamga bitgani shu ekan, qandoq qilay deb taqdirga tan berdi-yu, boshini tirsagiga qo'yib ko'zini yumdi. Kuni bilan oftob qizdirgan tosh ham issiqqina edi. Nimadir
qilayotganini eshitdi. Nima bu? Soatmi? Hojimurod hali kiyim-boshini yechganda soatini olmagan, o'z tashvishi bilan bo'lib, bilagida soati borligini sezmagan ekan. Oy hali uncha baland ko'tarilmagan. Soatning fosforli millari necha bo'lganini ko'rsatib turibdi. 12dan oshibdi. Hojimurod issiqqina toshga o'tirib, beixtiyor mudray boshladi. Yumshoq to'shaklarga botib uxlaydigan odamga yaydoq toshda yotish oson emasdi. U hali u yonboshiga, hali bu yonboshiga ag'darilar edi. Joni uzilgan odamdek tosh bag'ridan harorat ketdi. Tongga yaqin badani uzib oladigan muzga aylandi. Hojimurod qaltirab o'rnidan turdi. Havo salqin, muzdek edi. Hojimurod titrab-qaqshab yuqoriga chiqa boshladi. Giyohlarga tushgan shudring tomchilari ham muzdek. Uning boshi aylanib, ko'ngli behuzur bo'la boshladi. Ko'zi tinib, tepasidagi tog'lar gir-gir aylandi. U muvozanatini yo'qotib, yonboshiga gurs etib yiqildi. Ana shundan keyin nimalar bo'lganini bilmaydi. Yonboshiga issiq o'tganda ko'zini ochdi. Kimdir uni po'stinga o'rab, gulxan yoniga yotqizib qo'ygan edi. Hojimurod qayerdaligini, nimalar bo'layotganini bilmasdi. Boshini ko'tarib atrofga qaradi. Oftob charaqlab, terak bo'yi ko'tarilib qolgan son-sanoqsiz oppoq echkilar tinmay marashadi. 60 yoshlardagi sersoqol bir chol tayog'iga ko'ksini tirab unga qarab turardi. "Tirikmisan?" dedi u hassadan ko'ksini uzib. "Kimsan o'zing?" Hojimurod yelkasiga po'stinni tortib, unga hayron qaradi. "Bu taraflarda shir-yalang'och nima qilib yuribsan, shirog'im?" Hojimurod quruqshab qolgan lablarini arang juftlab javob berdi. "Qaroqchilar talab ketdi, ota. Biz taraflarga qaraqshi yo'q edi-ku. Bu tovlarda igna ham jo'qolmaydi." Echkilar orasida hayt-hayt deb yurgan yigitcha cholning oldiga keldi. "Ulovlarni tovga haydaymi? Shoshma, bolam, manov mehmonga tomoq ber." Yigitcha zarang tovoqda et olib keldi. Gulxanda baqirlab qaynayotgan qumg'onga choy tashlab, belbog'idan suvi qochgan non olib Hojimurodning oldiga qo'ydi. Hojimurod nihoyatda ochiqqan edi. Hech qayoqqa qaramay pishillab lo'njiga ovqat tiqardi. Birpasda zarang tovoqdagi go'sht tugadi. Yangi damlangan choyni bosib-bosib ichdi-yu, a'zoyi badani terga botdi. "Endi ne qilmoqchisan?" dedi cho'pon chol. Hojimurod biladigani soatni yechib, dasturxon ustiga qo'ydi. "Ota, iltimos, yana bir yaxshilik qiling. Mana shu soatni yaqin orada magazin bo'lsa, topshirib, yarim bahosiga olsa ham mayli. Menga kiyim-bosh xarid qilib keling. Uyimga yalang'och bormang." Chol cho'pon yigitga qaradi. "O'g'lim, jo'q dema. Bir busurmon bolasi ekan. Pat-patingni minib pastga tushib chiq. Shay ham tugagan. Tuz ol, qand ol, gugurt olish ham esingdan chiqmasin." Yigit o'tov orqasidan mototsikl yetaklab chiqdi-da, dasturxon ustiga yaltirab turgan soatni olib havas bilan tikildi. "Zo'r soat ekan. Uvol-ku sotish." "Soat odamdan qimmat emas", dedi chol. "Bor, me'monni aytganini qil." Yigitcha mototsiklini patirlatib yonbag'ir bo'ylab ketgan yolg'iz oyoq yo'lda bir zumda g'oyib bo'ldi. Motorning gurillashi ancha vaqtgacha eshitilib turdi. Mototsikl orqasidan yugurgan it tilini osiltirib qaytib keldi.